Siz aqldan ozmayapsiz, lekin sizni ongingiz xavotirdan baqiryapti. Sababsiz trevoga, doimiy o'zingizni nazorat qilish, vrachlar sababini topib bera olmaydigan, kelib chiqishini tushuntirib bera olmaydigan simptomlar, panika, uyqusizlik, ko'krak qafasingizdagi qanaqadir yoqimsiz hislar, bularning hammasini davosi bor. Bu nevroz. Bu qanaqadir dangasalik, isterika yoki kuchsizlik emas. Bu hammasi vrach, psixoterapevt yordamida ko'p holatlarda dorisiz davolash mumkin bo'lgan jarayon. Men preventiv vrach, psixiatr, psixoterapevt Gulhayo Komiliy 10-oktyabr kuni Panika yo'q nomli 1 oylik psixoterapevtik dasturimni boshlayman. Agar siz men aytgan holatlarda o'zingizni ko'rgan bo'lsangiz, bundan ham yomon holatga kelishni kutmang va izohlarda kurs so'zini yozib qoldiring.